Samarqand davlat chet tillar instituti akademik litseyda bugungi kunda o'quvchilar 3 ta yo'nalishda ta'lim olishmoqda. Ularga 7 ta xorijiy tillar mukammal o'rgatib kelinadi. Samarqand davlat chet tillar instituti tomonidan akademik litseyga kompyuter jamlanmalari, o'quv qurollari, musiqa asboblari, sport anjomlari sovg'a qilindi. Akademik litsey o'quvchilari uchun topshirilayotgan o'quv jihozlari esa bu borada ularga ko'mak berishi shubhasiz. Institut tomonidan ta'sis etilgan stipendiya sohiblariga sertifikatlar ham topshirildi. Iqtidorli yoshlarimizdan 35 nafaridan 10 nafarini akademik litsey iftixori 25 nafar o'quvchilarimizni rektor stipendiyasi bilan taqdirladik. Ular yil davomida o'sha rektor stipendiyasi va akademik litsey iftixori stipendiyalarini olib borishdi.